tezroq maqsadimga erishiy, tezroq orzuyimga erishiy emas, jarayondan zavqlanishni o'rganing. Maqsad qo'ydingiz, deylik, biznes ochish yo uy qurish. Mana shu uyingiz qurishini tezroq kutmang. Tezroq uyim qursin, tezroq bolam katta bo'lsin, tezroq biznesimni amalga oshiray demang. Jarayonidan zavqlaning. O'sha holatidan, har kuni o'sha dokumentini tayyorlayotganingizda, bolangiz endi gapga kirayotganida, endi yurishni boshlaganida, biznesingizdagi qanaqadir mayda-chuyda mashmasha kichkina problemalarda o'sha jarayondan maza qiling. Ana o'sha holatdan zavqlansangiz, ya'ni bugun hoziringizdan zavqlanishni o'rgansangiz agar, o'shanda ana maqsadingizga kelganingizda hamchi mazza qilib qilganman buni deysiz. Ana qiynalganman, men azob yeganman, shunaqa yomon bo'lgan demaysiz. Chunki har gal qiynalish, azob yeyish bu ong holati. Ya'ni o'zingiz qiynalyapman deb yashashingiz bugun. Hozir men qiynalyapman, hozir menga azob bo'lyapti, hozir menga qiyin bo'lyapti deyishingiz. Erta muhim emas. Uyim qanaqa holatga kelishi ham muhim emas. Bolam qanaqa katta bo'lishi ham muhim emas. Muhimi hozir u bor. Hozir u tirik. Hozir u harakat qilyapti. Hozir u yonimda. Shunisi muhim deyishni o'rganishingiz kerak. Ana shu muhim.